Bolalar xursanddir. Sova onasi kelsak, she'rini aytib bersak. Kadrini bilip ko'yat yaningdan. Ishonib senga qara, aldanib qoldim ana janona. Ko'zlarim to'ldi mana shu dardga qoldim. Hurmatli tadbir ishtirokchilari, endi tabrik uchun so'z da'vatini Qo'shrabot tuman hokimi Shakarboyev Dilshod Davronovichga beramiz. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, hurmatli tumandoshlar. Mana bugun butun yurtimizda bo'layotgani sari Qo'shrabotimizda ham 2024-yil bilan xayrlashib, 2025-yil ostonasida turibmiz. Albatta, hamma xonadonda, butun tumanimizda juda katta ishlar amalga oshirildi 2024-yil. Dehqonchilikka barakali yil keldi. Chorvachilikka barakali yil keldi. Mana shunday ko'chalarimiz obod bo'ldi. 50 kilometrga yaqin yo'llarimiz asfalt bo'ldi. 8 ta maktab qurildi. Ko'priklar qurildi. Juda ko'p ishlar amalga oshirildi. 2025-yilda bundan ham katta rejalarimiz turibdi. Mana shu rejalarda sizlar bilan birgalikda, xalqimiz, oqsoqollar bilan birgalikda, mana bugun oqsoqollardan xabar olib chiqdik. Birgalikda juda katta bizlarda maqsadlarimiz bor. Mana shu maqsadlarimizni amalga oshirish, ayniqsa mana yoshlarimizni IT sohasiga, xorijiy tillarni o'rgatish bo'yicha juda katta rejalarimiz bor. Hozirgi kungacha 34 ta maktabimizda hozir xorijiy tillar bepul o'qitish bo'yicha ishlarni yo'lga qo'yayapmiz. Bu yerda qatnashayotgan asosiy kontingent yoshlar bo'lganligidan men foydalanib aytmoqchiman. Mana bu yil ikkita yigitimiz, Qovunchilik Faridon, bu Yuqori Saroydan, mana Fayozdan, mana shu ikkalasi Buyuk Britaniya universitetlariga o'qishga o'tib, grant har biri $200,000 dan grant yutib oldi. Bu degani bepul $30,000 dan kontraktga har yili $20,000 o'zlariga mana xarajati uchun davlatimiz tomonidan qoplab berilyapti. Mana shunaqa yigitlarimiz, yana qizlarimiz ko'paysin. Xorijlarda o'qishga o'tib biz katta yutuqlarni birgalikda kutib olaylik. Hammalaringizga, mana sizlar bilan birgalikda yana bir bor aytaman. Hammalaringiz birgalikda bizlarda tumanimizda hamma sohada, ta'lim sohasida, tarbiya sohasida, meditsina, tibbiyot sohasida, hamma sohada mana birgalikda katta yutuqlarga ega bo'lib, yanagi yil nishonlab o'tirish, xonadonlarimizda to'ylar bo'lsin, mana shu to'ylarda birgalikda nishonlash nasib qilsin. Mana davlatimiz rahbari eng chekka hududlardan biri mana shu tumanimizga alohida e'tibor qaratib, bu yil faqat Qo'shrabot tumanining o'ziga 25-yilda 300 milliard so'mga yaqin mablag' ajratilyapti. Bu yo'lga, bu yerdan bir katta zamonaviy madaniyat uyi quriladi, hamda elektr energiya sohasiga juda katta mablag' ajratilyapti. Oqtepa zonamizda katta suv ombori quriladi nasib bo'lsa. Mana shu ishlarda sizlar bilan birgalikda kutib olib, yangi yutuqlarga erishib, 25-yilda yaxshi, hammamiz uchun baxtli bir omadli yil kelsin. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.